bitta istig'for aytsak, astag'firulloh va atubu ilayhda bir marta aytsak, Alloh 5 ta narsani va'da qilyapti. Hop, tasbih aytganida tasbih yo'qdir qo'lingizda. Namoz o'qisa desa sharoit yo'qdir, Qur'on o'qiydi desa iloji yo'qdir, lekin mana bu tilingiz jahiz ichida svobodni aylanadi-yu. Alloh taolo mana Qur'oni Karimda Hud alayhisalomni o'zini qavmiga aytgan so'zlarini oyat orqali bayon qilib aytadiki, astagfirullah, faqultu astaghfiru robbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa alaykum midrara va yumdidukum bi amwalin va banina va yaj'al lakum jannatin va yaj'al lakum anhara. Mana bir birodarimiz so'ragan edi. Mana astagfirulloh, subhanalloh, Allohu akbar deymiz. Albatta buni mukofotini qada olamiz. Dunyoda olasizlar avvalo birodarlar. U bizda din ishi dunyoda ishda bo'linib qolgan tushunchamiz bor. Diniy ishlar bilan yuribmiz deb qo'yamiz. Nima bozorga borib pul topishingiz diniy ish emasmi? Diniy ish u. Xotin bola chaqani bog'dadimi Alloh? Agar o'sha niyatda bola chaqani Alloh yelkamga yuklagan, shuni boqaman deb chiqayotgan bo'lsangiz, diniy ishni o'zi-yu bu. Oyoq kiyimingizni yaltiratib artayotgan paytingizda nima bu? Dunyoviy ishmi bu? Diniy ish. Chunki din nazofat degan. Alloh taolo go'zal zot, go'zallikni yaxshi ko'radi degan payg'ambar vasallam. Demak, patinkamizni artayotganda birodarlar, diniy ish qilyapmiz ekan. Mashinamizni chekkaga qo'yayotgan paytimizda birodarlar, diniy ish qilyapmiz ekan. Savdogarlar prilavkani chiroyli qilib terib, kelgan klientga yaxshi muomala qilayotganda, sizlar tijorat ishini emas, Allohning buyrug'ini bajaryapsizlar ekan. Musulmon odamda diniy ishi, dunyo ishi bo'lmaydi. Musulmonda hayoti din. Xo'p, mana aytayotgan subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbarda har bittasiga birodar oxiratda ajr olamiz. Lekin faqat oxiratda emas, avval dunyoda beradi Alloh. Kimga desa, dunyoda o'zida mukofot olishiga aniq ishonib gapirgan kishiga birodarlar. Shunaqamikin? Dedimi akalar, pishdi. Shuncha odam aytayapti-yu, men ham aytaveraychi. Birodarlar, aqidada bularga taqlid qilinmaydi. Shunday emasmi? Shu hamma bor deyapti-yu, Alloh bor deyapti-yu, men ham bor deyaveraychi. Yoki hamma namoz o'qiyapti-yu, hamma ishonyapti, bo'lsa kerak birodar. Bir mahallar hamma Xudo yo'q deganlarga ham ergashib ketgan. Ko'pchilik ergashib ketgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda marhamat qiladi, mo'min kishi immo bo'lmaydi deydi. Immo kim yo Rasululloh desa, agar odamlar yaxshilik qilsa, yaxshilik qilib qo'yadi. Agar odamlar aynisa, aynib qo'yadi. Ya'ni ko'pchilik nima desa biz ham unaqa bo'lmaydi musulmon. Musulmonning o'zini bosgan qadami bo'ladi, o'zining pozitsiyasi bo'ladi birodarlar. Din degan, iymon degan pozitsiyasidan turib muomala qiladi. Xo'p, oxiratimizga foydasi bor ekan bu kalimalarimizni. Dunyoyimizga ham foydasi bormi? Albatta bor. Bor mikin demaylik. Mikin deyotgan qalbimizda shu o'tayotgan bo'lsa, bizga ishlamaydi bu narsa. Nuh alayhisalom o'zini qavmini ichida 1000 yil turgan bo'lsa, boring 950 yil payg'ambar bo'lib turgan bo'lsa, ularni da'vat qildi. Robbisiga shikoyat qilyapti. Parvardigor, inni da'utu qavmi laylan va nahara. Men qavmimni ertaman ham, kech payt ham da'vat qildim. Meni da'vatim mendan ularni bezishiga sabab bo'ldi. Ertaman ham da'vat qildim, kech payt ham, kunduzi ham, qorong'ida ham. Bittadan ushlab ham gapirdim, jamoatiga ham gapirdim. Pichirab ham gapirdim, baqirib ham gapirdim. Lekin mendan uzoqlashiga sabab bo'ldi. Nima dedim ularga? Bori dunyoda chiqib yo'q qilinglar degani yo'q. Qarang, nima deyapti? Faqultu astaghfiru robbakum. Ey qavm, mana Hasan Basri 3 ta odamga bitta dorini aytayapti, istig'for aytayapti. Yomg'ir so'rash kerak bo'lsa, Umar ibn Hattob istig'for aytayapti. Mana endi bitta istig'forda o'ziga beriladigan 5 ta dunyodagi mukofotga e'tibor berib turaylik. Ey qavm, dedi Nuh alayhisalom, sizlar Allohga istig'for aytinglar-da. Albatta Alloh gunohlarni kechiradi. Bitta, 6 to'p ketyapti unda. Bitta. Yursilis samaa alaykum midrara. Ustinglarga yomg'irli bulutni yuboradi deydi. Yomg'ir bo'lmasa nima bo'ladi? Yomg'ir bo'lmasa pishadi hamma. Ana shu qo'yroq yerga bug'doy chachgan paytda yomg'ir bilan bo'lib ketgan bug'doy bo'lib ketsa, o'sha yil bug'doy serob bo'ladi. Shunday emasmi?
Yomg'ir bo'lsa, ana suv omborda suv bo'ladi. Suv omborda suv bo'lsa, dehqonning ishi yaxshi bo'ladi. Suv akalar hayot. Birinchi yo'l Alloh taolo nimani zikr qilyapti? Suvni. Sizlar istig'for etsanglar, ustingizlarga yomg'ir yog'adi deyapti. Bitta bo'ldimi? Va yumdidukum bi amwalin va banin. Istig'for aytinglar, gunohkorligingizlarni tan olinglar, Alloh kechirishligini talab qilinglar, o'zingizlarni pastligingizni e'tirof qilinglar, sizlarni moli dunyo bilan va bola chaqa bilan quvvatlantirib qo'yadi. Bola bu yerda chaqa deyapti avval. Alloh molinglarga baraka beradi, farzandlaringlarni ko'paytiradi deyapti. Mana ba'zi g'arb mamlakatlarida ko'ryapmiz birodarlar. Borsa, grajdanstwani sirazi beryapti. Nimaga shunaqa bo'lyapti? Xususan mana Rossiyada. Chunki ko'payish yo'q. Bu davlat o'zini xalqi bilan boy bo'ladi. Qirilib ketyapti. G'arb mamlakatlarini qaraydigan bo'lsak, 40 ga kirguncha men o'zim uchun yashab olay deyapti erkagi, o'zim uchun yashab olay deyapti xotini. Agar erga tegsam, bola chaqa bilan ovora olib, moncha umrim o'tib ketar ekan, moncha puldan qolib ketaman ekan. Deyapti-da 40 ga kirguncha bittasi bilan uchrashib yuribdi. Ha deydi, bu ne deydi? Nikoh deydi, turmush deydi, seriozli narsa deydi. U to'g'ri kelgan odam bilan siz nikoh qilib bo'lmaydi. Avval bir-birimizdan nima qilaylik? Tanishaylik, xarakterimizga to'g'ri keladimi? Yashaydi, polni. 3 oy, 4 yil bir bilan yashab turib, tanishib, bizga deydi xarakterlarimiz to'g'ri kelmadi deydi. Ajrashib ketadi. Keyin boshqa komandaga o'tib ketaveradi. Nima bo'lyapti? 40 ga kirgandan keyin uylanay deyapti, bu to'g'may qolyapti, bu yaramay qolyapti. Shu bilan qarabsiz, qirilib ketyapti akalar. Alloh taolo nima deyapti? Istig'for aytinglar deyapti. Istig'for aytinglar, Alloh sizlarga mol dunyolarni ziyoda qiladi, bola chaqani beradi. So'ngra nima beradi? Va yajallakum jannatin. Alloh jannatlarda, jannat degani bog' degani. Bog'i rog'laringlarni ziyoda qiladi. Barakotli qiladi bog'laringlarda. Va yajallakum anhara. Daryolarda to'ldir suv oqadi. Qaranglar akalar. Bitta istig'for aytsak, astagfirulloh va atubu ilayhi bir marta aytsak, Alloh 5 ta narsani va'da qilyapti. Yomg'ir. Ha. Chaqa. Bola. Bog', daryo deyapti. Nima kerak yana? Bitta xalqda rivojlanib baraka topishligi uchun, o'z unib o'sishligi uchun nima kerak yana? Bitta istig'forga Alloh taolo bog'lab qo'yapti. Astagfirulloh va atubu ilayhi. Birodarlar, tinimsiz aytish kerak bu kalimani. Xususan, mana ko'chada tijorat bilan yurgan, safarda yurgan birodarlarimizga shu aytadigan gapimiz shuki, o tasbih aytganida tasbih yo'qdir qo'lingizda. Namoz o'qisa desa sharoit yo'qdir, Qur'on o'qiydi desa iloji yo'qdir, lekin mana bu tilingiz jahiz ichida svobodni aylanadi-yu. Yurakdan ishonib turib, birodar, Robbimizning va'dasi bu. Ikkilanmaylik. Astagfirulloh va atubu ilayhi 5 ta narsa bor bizga. Bu oyatda va'da qilingani, yana hadisda va'da qilingan narsalar ham bor. Demak, Hasan Basri 3 ta kasal bilan kelgan odamga istig'for eting deganda haq bo'lgan ekan u kishi. Bog'im qurib dedi, kambag'al bo'ldim dedi, yomg'ir bo'lmayapti dedi, uchalasiga nima dedi? Istig'for aytdi. Demak, haqida ekan. Umar ibn Hattob Parvardigor yomg'ir ber demasdan astagfirulloh atu bilaydi, Allohu akbar deb qo'ydi, u ham haq bo'lgan ekan. Istig'for aytaveraylik-da. Shu 5 tadan albatta tegadi bizga. Hech bo'lmasa 5 tasi. Istig'forni fazilatlaridan. Mana Imom Ahmad kitoblarida keltirilgan hadisda Abdulloh ibn Mas'ud rivoyat qilgan, qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Man aktaral istig'fara ja'alallohu lahu min kulli hammin farajan va min kulli dhiqin makhrajan va razaqahu min haythu la yahtasib." Akalar, shior qilib olaylik shu hadisda. Qaranglar. Bu yerda 5 ta narsa va'da qilindi oyatda. Hadisni qarang. Rasululloh aytadi, kim istig'forni ko'paytirsa, aksara ko'paytirishlik degani. Biz sanaymiz-u. Sanamay qo'yaylik-da. Sanasak ko'paytirganga o'xshab ketamiz. Bo'ldi, bugunga yetadi. Bugun 200 ta aytib qo'ydim. Qora suvchilar qora suvga ketgunicha hali qurib ketganda quloqni o'chirib turib 15 minut etsangiz, 15 minutda bilasizmi necha marta astagfirulloh deysiz. Endi 2 soat erta bekitib chiqib ketavering konteyneringizga. Alloh berib qo'ydi o'sha 2 soatligini ham bu yoqda. Chiqib kelayotganda necha marta astagfirulloh deya olasiz. Nimaga demaymiz shuni?
Nimaga demaymiz? Mana shu qurib ketganda quloqni buramasak, birodarlar, rizqimiz tepayadi. Mana kechagi darsda aytdik. Inson o'ziga kelayotgan rizqni gunoh qilib to'sib qo'yadi tevadan deyildi. Bu sahih hadislarda kelgan. Gunoh qilyapmizmi? Rizqimiz tepayadi, birodarlar. Biz rizqimizga taalluqli demasak, tiyila olmayapmiz gunohdan. Bizga albatta cho'ntagimizga zarari bo'lishi kerak bu narsa. Kim istig'forni ko'paytirsa, Alloh bu kishini har qanday g'amini yechib qo'yadi. Bu sahih hadis, yana qaytarib aytaman. Har qanday g'amini Alloh xalqi beradi va bin kulli ziqin mahrajan. Har qanday torlikdan chiqib ketadigan keng joyni ko'rsatib qo'yadi. Nima kerak yana? Problemingizni hal qilib bersa, tupidan chiqarib qo'ysa. Nima evaziga bor yo'g'i? Bor yo'g'i, faqat til bilan aytish emas bu. Siz o'zingizni pastligingizni Allohning oldida, gunohkorligingizni tan olishligingiz uchun berilyapti bu narsa. U faqat astag'firulloh deb qo'yish bo'lsa, bu bo'lmaydi. Quruq til bilan aytganga bu albatta ajr olasiz, lekin va'da qilingan narsaga yetish uchun yurakdan bo'lish kerak. Mana istig'for qilingan gunohlarni kechirishini so'rashlik. Mana avvalda qilgan gunohlarimiz bor. Alloh kechirishini xolasak, ulamolar 3 ta shart qo'yadi. Bir gunohingiz bor edi, shu gunohingizni Alloh o'chirib tashlashini xolasangiz, 3 ta ish qiling deydi ulamolar. Birinchisi, shu gunohdan tiyiling. Araxo'r bo'lsangiz, benamoz bo'lsangiz, sutxo'r bo'lsangiz yoki qimorboz bo'lsangiz, shu ishdan tavba qilmoqchi bo'lsangiz, to'xtating birinchisi. Ikkinchisi, yurakdan afsus, nadomat cheking shu ishni qilganligingizga. Va qaytib qilmaslikka Allohga ahd bering, qilmadim deb o'ylang ishni. Men hech qachon aroq ichgan emasman. Men hech qachon benamoz bo'lgan emasman. Men esimni tanigandan beri namoz o'qiyman. Siz haqsiz. U odam boshqa endi. Sen qada ko'rgansan meni ichganim? Birodarlar, Alloh kechaman deb turganda bandasi kim u pesh qilgani? O'shuning uchun Allohga qaytib qilmaslikka ahd berdingizmi? Namoz o'qiyapsizmi? Esdan chiqaring uni. Gapirmang uni, lekin matizda tursin. Allohdan qo'rqishlik uchun, birodarlar. Demak, istig'forni ko'paytirganda Alloh taolo g'amini hal qilib qo'yadi, mushkulini oson qiladi va bo'ldimi? Yo'q, albatta pulga taqaladi yana. Kutmagan joydan problema bor, hal qilib berdi, tupiyda idish chiqarib qo'ydi, orqasidan yana istig'forning sabablaridan. Istig'for bu avvalambor mana gunohlarimizni kechirishiga sabab deb aytdik. Va man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillahu ghafurur rahima. Kim bir Alloh taolo aytadi, yomon amalni qilsa yoki o'ziga zulm qilsa, so'ngra Allohga istig'for aytsa, Alloh uni gunohini kechirishligini albatta topadi. Mana muttafaqun alayh bo'lgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Iza aznaba abdun zamban faqala ay robbi", agar bir banda deydi, gunoh qilsa va ey Parvardigor, men gunoh qildim, meni kechir desa, Alloh azza va jalla aytar ekanki, bandam Robbisi borligini bildi. Gunohlarni kechirishligini bildi va istig'for aytdi, kechirdim shu bandamning gunohini der ekan. Bir joyda dam olishi, bir qilayotgan ishidan hamma safga turib namoz o'qiysa, bitta esli odam siz namoz o'qimaysizmi aka desa, "Ha, men aroq ichmasam, zino qilmasam, men nima namoz o'qiyman?" deb o'zini farishta deb bilgan ekan, birodarlar. Shunaqa odamlar ham bor. Bir akamiz aytib bergan edi, birovning uyida bir ustachilik qilgan paytda aytgan ekan, "Senlar baring rasvosan, o'shuning uchun namoz o'qiysan. Meni gunohim yo'q, o'shuning uchun namoz o'qimayman." Shunaqa odamlar bor ekan, birodarlar, shahrimizda. Senlar ham men gunohing ko'pligi uchun namoz o'qiysan. Mana meni gunohim yo'q, o'shuning uchun namoz o'qimayman. Ana birodarlar, farishta qanaqa bo'ladi? Siz istig'for aytayotganingiz, gunohkorligingizni tan olayotganingiz, Allohning oldida o'zi pastligingizni tan olayotganingiz. O'shuning uchun Alloh taolo bir marhamati bo'lsa ajab emas. Demak, banda gunohini e'tirof qilib Allohdan kechirim so'rasa, Alloh kechirar ekan uni. Yana ozgina ochib yuborlar-da shu derazalarni. Yana bir 5 daqiqa inshaalloh. Mana g'am qayg'ularni ko'tarilishiga sabab bo'ladi dedik. Man lazumal istig'for. Boya tevadagi hadisda keldi, man aksaral istig'for dedi. Istig'forni ko'paytirsa dedi. Bu hadisning ikkinchisida o'ziga lozim tutsa deyapti. Lozim tutsa degani doim aytib yursa degani. Bir odam tahoratda o'ziga lozim tutadi-yu, doim tahoratli yurishga harakat qiladi. Endi bir odam tili
istig'fordan to'xtamaslik kerak bo'ladi. Nimangiz kamib qolyapti? Nimangiz ketyapti? Va nimaga erishyapsiz? Bir fikr qilib ko'ring-da. Tutib oling o'zingizni. Mana vazifa birodarlar sizlar ertagacha. Ertaga boshqa mavzu o'tamiz inshaalloh. Ertagacha vazifa sizlarga. Sinab ko'ringlar. Shunday qarasangiz tilingiz bekab turibdi-da. Astag'firullah ketdi. Yana bir muddat aytdingizda, yana bir qarasangiz tutib oldingiz o'zingizni, til yana bo'shab qoldi. 10 marta, 20 marta, 100 marta ushlaysiz bir kunda tilingiz to'xtab qolganligini. Tilimiz bilan topamiz ekan rizqimizni Alloh tomonidan. Lekin shu narsaga muhmal qaraymiz. Tushunali yo'lda vazifa. Necha marta o'zingizni istig'for etmayotgan paytda ushlab olar ekansiz. Istig'for insonlarda boshiga balo kelayotgan bo'lsa, shu baloni ko'taradigan amal. Fazilatlaridan. Va ma kana Allohu liyu'azzibahum va anta fihim va ma kana Allohu mu'azzibuhum va hum yastaghfirun. Ey Muhammad alayhisalom, siz ularning ichida turar ekansiz, modomiki yo'shida ekansiz, Alloh ularga balo jo'natmaydi va Alloh balolamaydi bir qavmni, modomiki ular istig'for aytib tursa. Shaharning ustiga balo kelayotgan bo'lsa, suv bosishi, o't bosishi, yer qimirlashi kelayotgan bo'lsa, agar shahar ahli istig'for aytadigan bo'lsa, Alloh taolo bu baloni ko'tarar ekan. Boshingizga kelayotgan balo, mashinangizni urib olishingiz bormidi, pulingizni yo'qotishingiz bormidi, balomi bu? Istig'for etayotgan bandani Alloh taolo balosini ko'tarar ekan. Oyat bor birodarlar bunga. Mana yomg'irda yog'ilishligi, barakatli tushishligini aytdik. Insonning darajasini Alloh taolo ko'tarilishiga dalolat qiladi. Birodarlar, mana qaytib aytyapmiz, o'zi-o'zidan bu musulmondan yelkasida bo'lgan amallar bajarish kerak bo'lgan. Lekin albatta rizqimizga aloqasi borligini aytishimiz kerak bo'lyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam avvalo oxirgi gunohlari kechirilgan zot men bir kunda deydi, bir hadisda 70 marta deydi, bir hadisda kuniga 100 marta istig'for aytaman deydi. Gunohlari kechirilgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamki 100 marta istig'for aytgandan keyin biz insof qilaylik. Bu darslarimizdan olinadigan xulosa xotirjam hayot qana bo'ladi. Beg'am yashash mumkinmi degan savol bilan boshlaganmiz bu darslarimizni. Rizqqa baraka kirsa, qalbimizga xotirjamlik kirsa, shu emasmi birodarlar? Biz istayotgan narsa. Bu Allohni rozi qiladigan yo'lga yurishligimiz bilan bo'ladi. 4 ta darsda o'tdik. Tavakkul, taqvo, silay rahim, istig'for va tavba. Eslab qoldik akalar. Tavakkul, qo'lingizdan kelgan sababni qilib turib, g'am qilmaysiz oxirini. Taqvo qilasiz, Alloh taolo 13 ta foyda berishini sanadik. Silay rahim qilasiz, umringizga, rizqingizga Alloh baraka beradi. Istig'for etasiz, yomg'ir beradi. Chaqa beradi, bola beradi, bog', anhor. Gunohlaringiz kechiriladi, darajangiz ko'tariladi, g'amlaringiz, mushkullaringiz oson bo'ladi. Demak, birodarlar, mana duoda o'qib yursang, chiqib qolyapti kitoblar. Mana duoda 100 ming marta kim o'qisa, bitta farishta kelar ekan peshonasiga. Kim mana duoda 20 ming marta o'qisa, birodarlar, mana sizlarga oyat hadisdan sodda. Qiyin emas, nimasi zo'r? Astagfirulloh va atubu ilayh. Qiyinmi? Mana birodarlar, ertagacha sanab ko'raylik, qanday bir ta'siri bo'ladi. Keyingi darsimiz inshaalloh bu zaiflarga ihson degan mavzu bo'ladi. Bu ham albatta rizqimizga aloqasi bor bo'lgan mavzu. Zaiflarga ihson. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.